Assalomu alaykum qadrli she'riyat muxlislari. Bugun men sizlarga o'z ijodimdan yana bir namuna o'qib bermoqchiman. Bo'g'zimga nafasim tiqilib qolsa, nogahon Azroil jonimni olsa, peshonam sajdaga tega olmay qolsa, Tangrining yoniga qanday boraman? Qilgan gunohimning tubi ko'rinmas, savobli amalim gunohim yuvmas, Allohning zikriga nafsim yo'l qo'ymas, Tangrining yoniga qanday boraman? Misqollab to'plagan dunyo davlatim ortidan kelgan savlatim, shu yerda qolganda barcha hurmatim, Tangrining yoniga qanday boraman? Holing ne demaydi hatto bir g'arib, ko'nglimga shifomas hech bitta tabib, umrimni ne qilding desagar Habib, Tangrining yoniga qanday boraman? Shaytoniy suv ila chanqoq qondirsam, nafsimni buzuqlik bilan yondirsam, yolg'on dunyo uchun umrim so'ndirsam, Tangrining yoniga qanday boraman? Rahmat.